قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allah'ның salomı ve berekatı bo'lsin. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa, mardlik, sexiylik ve Allah yo'liga ishongan holda pul molni sarf qilishning fazilati to'g'risida bo'ladi aziz qarindoshlar. Hammamiz yaxshi bilamiz, mal dunyoni sizu bizlarga Alloh taolo o'zi ikrom qildi, in'om qildi. Shuning uchun bu mal dunyoni eng yaxshi sarflaydigan yo'llardan biri Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflash eng muvofiq yo'llardan biridir. Shuning uchun Qur'oni Karimda bu haqda mal dunyoni Alloh yo'liga sarflash haqida nihoyatda ko'p oyatlar bor ve Peygamber aleyhisselamның ham ko'pgina hadislari ham mavjud. Cümleden biz mana bu oyatlarning ba'zi birlari haqida to'xtalib o'tamiz aziz qarindoshlar. Cümleden Baqara surasining 39-oyatida Alloh taolo mundaq deydi: A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah'ның yolunda bergen narsanlarning o'rnini Allah to'ldirib turdi dedi. Yani Allah yolida biz nimaki sadaqa ihson qiladigan bo'lsak, mana bu sadaqa ihsonimizningki mal ketgan, sarflagan mal dunyorimizning o'rnini Alloh taolo to'ldirib turadi ekan. Chunki biz ana shu bergan Alloh taolaning yo'liga sarflaganligimiz uchun Alloh taolo ma bandam men bergan mol mulkni mening roziliqim uchun sarf qilyapti deb ana shu sarf qilgan insonga yanada ko'proq mol dunyo ato qiladi ekan. Biz Alloh yo'lida mol mulkimizni sarflashimiz bilan mol mulkimiz kamayib qolmaydi, azlab qolmaydi aziz qarindoshlar. Aksincha mana bu mal mulkimizningki barakatini Alloh taolo o'zi berib turadi ekan. Shuning uchun nimaki Alloh yo'lida sarflaydigan bo'lsak, hargiz ikkilanmasdan sarflamag'imiz va mana bu sarflagan mal mulkimga Alloh taolo ortig'i bilan, ko'pi bilan menga qaytarib beradi. Birini 10 qilib beradi degan nima bilan Allah yo'lida sarflaydigan bo'lsak, albatta Alloh taolo mana bu mal mulkni yanada ko'paytirib beradi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo mundaq deydi: "Va ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum." Milinglardan nimani xayr ihson qilsanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir dedi. Sadaqa ihsonni biz qilsak, bu o'zimizning foydasi uchun bo'ladi ekan. Mana bu qilgan sadaqa ihsonlar bizga savob bo'lib kelganligi uchun oxiratda biz
Allohning oldida sharmanda bo'lib qolmaydi ekanmiz. Ey Rabbim, mal dunyoni sen bergan eding, sen rozi bo'ladigan yo'llarga sarfladim deydi ekanmiz-da, bu orqali biz hassalab nihoyatimi ko'p savobga ega bo'ladi ekanmiz. Mal dunyoni sarflash orqali boshqa bir insonni ham xursand qilamiz. Shuning bilan birgalikda buning savobi bizning nomi amalimizga yezilib turadi ekan. Ya'ni o'zimizga o'zimiz yaxshilik qilganlardan bo'ladi ekanmiz aziz qarindoshlar. Oyatning davomida aytadi ekanki: "Va ma tunfiquna illa bitigha'a wajhillah." Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ehson qilasizlar dedi. Biz qachonki sadaqa ehson qilsak, mana bu sadaqa ehsondan Allohning roziligini ko'zlamaydigan bo'lsak, umid qilmaydigan bo'lsak, bu qilgan sadaqa ehsondan hech qanday xayr yo'qdir, foyda yo'qdir aziz qarindoshlar. Başqalarının alqışıga erishish uchun, başqalarının maqtishiga erishish uchun, başqalar meni sehi desin deyish uchun, başqalar meni boy desin degan mana shunday yomon g'arazlar bilan emas, faqat Allohning roziligini umid qilgan holda sadaqa ehson qiladigan bo'lsak, mana bu nihoyatimi maqbul sadaqalardan hisoblanadi aziz qarindoshlar. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ dedim. Melinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beradi, mukammal qilib beriladi dedi. Hargiz Alloh taolo biz qilgan sadaqa ehsonning savobini kamaytirmaydi aziz qarindoshlar. Hassalab ko'paytirgan holda beradi. Basharti Allohning roziligi uchun bo'ladigan bo'lsa, riyo uchun, xo'ja ko'rsin uchun, boshqalarning alqishiga, maqtishiga erishish uchun bo'lmaydigan bo'lsa, Allohning roziligi, rizolik uchun bo'ladigan bo'lsa, mana bu qilingan sadaqa ehsonni Alloh taolo 10 hassidan 700 hassigacha va uningdan xoligan hassigacha ko'paytirib beradi ekan. Bu ham bo'lsa o'zimizning foydamiz uchun aziz qarindoshlar. Shuning uchun sadaqa ehson qilganda hargiz ikkilanmasdan, tamtirmasdan, oqimizga qarab qolmasdan, men buni sadaqa qilaversam, atiganlikka nima yeyaman degan g'am andisha bo'lmasdan sadaqa ehsonni qiladigan bo'lsak, Alloh taolo har bir bandasining rizqini belgilab qo'ygan, ana shu belgilab qo'ygan rizqni Alloh taolo yetkizib beradi. Oyatning davomida aytadi ekanki: "Va antum la tuzlamun" dedi. Sizlarga zulm qilinmaydi dedi. Aksincha sadaqa ehsonni Alloh roziligi, rizoligi uchun qilinmagan insonlar o'zlariga o'zlari zulm qilgan insonlardir. Allohning roziligi uchun sadaqa ehson qilgan insonlar o'zlariga o'zlari mehr, shafqat qilgan insonlardir. Chunki uning savobi keladi-da, hayoti dunyoda Alloh taolo bergan nozik ne'matlarning hisob kitobini nihoyatimi oson belgili bo'ladi. Bu orqali u inson o'ziga o'zi rahim, shafqat qilgan bo'ladi aziz qarindoshlar. Boshqa bir oyatda: "Va ma tunfiqu min khayrin fa innalloha bihi alim." Melinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, Allah hakikaten onu bilip turg'uvchidir, bilguvchidir dedi. İnsan hergiz oylamaslığı gerek ki, men buna qilsam hech kim ko'rmayotidi-ku, Allah bilayotamdi ki bu qilayotgan sadaqa ehsonimni degan nimada bo'lib qolmaslik kerak. Kechami, kunduzmi, qandaq bir holatda biz bir sadaqa ehsonni qiladigan bo'lsak, Alloh taolo ana shu qilayotgan sadaqa ehsonimizdan xabardordir, bilib turg'uvchidir aziz qarindoshlar. Buni Allah bilayotamdigandi. Mening ma qilayotganimni Allah ko'rayotamdigandi deb masalan bir insonga bir maxfiy, yoshirin sadaqa ehson qilgan bo'lsak, Allah buni ham ko'rayotamdigandi degan fikrlarga berib qolmasligimiz mumkin. Alloh taolo mana shu koinotdagi barliq narsalarning harakatidan, ish harakatlaridan
xabardardir. Allohning ilmidan hech narsa g'ofil emasdir, noma'lum emasdir. Hamma narsa Allohning ilmi bilandir aziz qarindoshlar. Allah sizni bizlarni ham Allah yo'lida, Allah roziligi yo'lida sadaqa ihson qiladigan solih muttaqi qullaridan qilishligini Alloh taoladan o'tinib so'raymiz aziz qarindoshlar. Endi tövende biz Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan bir nechisini bayon qilib o'tishga harakat qilaman. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem mundaq deydi: "La hasada illa fi ithnayn" dedi. İki xil kishiga hasad qilishga bo'ladi dedi. O'zi hasad yomon narsa. Hasad qilmasligimiz kerak. Hasad yani başkalarının qo'l ilkidagi mal mulkka ko'z alaytirish, başkalarının qo'l ilkidagi mal dunyoni ko'ralmaslik, başkalarının qo'l ilkidagi mal dunyoning yo'qolib ketishini arzu qilish, tamanna qilish degan bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun hasad yomon narsa, ammo ikki xil narsada hasad qilish joizken, durustken, mumkinken aziz qarindoshlar. U ikkita narsa nima? Hadisda aytadiganki, rajulun atahullohu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi deydi. Birinchisi, Allah mal ata qilgan bir kishi bo'lib, u kishi haq yo'lga ishlatgan mana bu mal dunyoni. Yani bir insonga Alloh taolo mal dunyo ata qildi. Ata qilgan mana bu mal dunyoni o inson haq yo'lga sarfladi. Yani Alloh taolo rozi bo'ladigan yo'llarga sarfladi. Mana shundaq insonni ko'rib, ey Allohim, menga ham mal dunyo berginki, men ham mashu insonga o'xshab, mana shu boy badavlat insonga o'xshab kambag'allarning, miskinlarning, beva bechoralarning holidan xabar olay. Mana shundaq yaxshi ishlarni qilay. Ana shu kambag'allarning dardiga darmon bo'lay mana shu insonga o'xshab. Ey Rabbim, menga ham mana shundaq mal dunyo bergin deb hasad qilishimiz mumkin ekan. Ikkinchisi, va rajulun atahullohu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha dedi. İkincisi, Allah bir insonga ilm ata qildi. Mana shu ilm bilan haq bilan nohaqni ayradi o inson. Shuning bilan birgalikda boshqalarga mana shu ilmni o'rgatdi. Chunki haq bilan nohaqni ayirish uchun inson ilmga muhtoj. Ilm bo'lgandan keyin haq bilan nohaqni ayriy oladi. Shuning bilan birgalikda mana bu ilmni boshqalarga o'rgatdi. Boshqalarni ham ilimden xabardor qildi. Mana shundaq insonga ham qarab, ey Rabbim, menga ham ilm bergin. Men ham mana shu ilmni, ilm orqali haqni yaxshilab o'rganay. Bu orqali insonlarga ta'lim beray. İnsanlarga haq yo'lni o'rgatay. İnsanlarni haq yo'lga da'vat qilay. Bu orqali do'zaxdan qutulishiga sabab bo'lay. Rabbim menga ham ilm ato qilgin deb katta nihoyatimi ilmlik, amallik, amali ba amallik bir insonning ilmiga havas qilish, hasad qilish mumkin ekan aziz qarindoshlar. Mana shu orqali ham biz savobga ega bo'ladi ekanmiz. Agar qanchilag'an ilmlik insonlar bor, ammo ilmni olib bo'lgandan keyin dunyoning arzimas matosiga berilib, ilmini ham, iymonini ham sotadigan insonlar bor. Mana bundaq insonlarga qiyomatda birinchi bo'lib do'zaxga hukm qilinadigan insonlarning qatoridan bo'ladi. Mahshargohda birinchi bo'lib ana shu 3 toifa inson chaqiriladi. Birisi Alloh yo'lida shahid qilingan, ya'ni jang qilib o'lgan kishi, amma o insonlar meni botir desin deb o'lgan. Shahid bo'lgan Alloh yo'lida, amma niyati xolis bo'lmagan.
niyeti riya bo'lgan. Ikkinchisi bo'lsa, Allah mal dünya ata qilgan, amma insonlar meni boydisin, saxidisin deb mal mulkini sarflagan Allah yo'liga, mana bu inson qiyomatda birinchi bo'lib do'zaxga tashlanadigan inson. Shuning uchun mal dünya bo'lish bilan birgalikda niyatimiz xolis bo'lmasa, niyatimiz durust bo'lmasa, bu mal dünya insonga baloyi afat, kulfat elib keladi aziz qarindoshlar. Bundaq mal dunyodan bo'lmag'ini ming hassi yaxshidir aziz qarindoshlar. Mal dunyo bo'lsin, mana bu mal dunyoni biz Allah yo'liga sarf qila oladigan, yetim yesirlarning holidan xabar ola oladigan mal dunyo bo'lsin. Aksincha islomga ziyon keltiradigan, o'zimizga ziyon keltiradigan, shuning bilan birgalikda o'zimizni do'zaxga yetaklaydigan mal dunyoni Alloh taolo hargizmi sizni bizlarga nasib qilmasin aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan birida aytadi ekanki, "Ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin" dedi. Bir tal xolmining yerimi chaqliq narsini sadaqa qilib bo'lsa-mu, do'zaxdan o'zinglarni qutqizinglar dedi. Ya'ni sadaqaning cho'ng kichikligi yo'q. Men ko'p mol dunyoga ega bo'lganda sadaqa qilaman, hozir sadaqa qilmayman degan bu fikr xato fikrdir aziz qarindoshlar. Bir mo'changa qurbingiz yetsa, bir mo'chanlik sadaqa ihson qilasiz. Bir ko'yga qurbingiz yetsa, bir ko'ylik, 1000 ko'yga qurbingiz yetsa, 1000 ko'ylik sadaqa qilasiz. Allah qilgan sadaqangizga yarasha savob beradi. Men ko'p nimaga ega bo'lsam sadaqa qilaman, bo'lmasa sadaqa qilmayman emas. Ana shu arzimagan narsani qilgan sadaqa ham Alloh taolaning huzurida nihoyatda cho'ng savoblarga egidir aziz qarindoshlar. Xo'rmining yerimichilik narsani berib bo'lsa ham o'zinglarni do'zax o'tidan qutqizinglar dedi. Sadaqa ihsonning, yaxshilikning cho'ng kichigi yo'q. Qilingan yaxshilik ana shu insonning qalbidagi ixlosga, yaxshi niyatiga bog'liq. Niyati durust bo'ladigan bo'lsa, ana shu kichikkina yaxshilikqa ham Alloh taolo nihoyatda cho'ng savob beradi. Aksincha, niyati yomon, durust emas, ammo butun bir davlatdagi kambag'allarni, miskinlarni, beva bechoralarni ochliqdan qutuldirib boy qilayotgan taqdirda ham u insonning niyati durust bo'lmaydigan bo'lsa, u insonga zarrachilik savob berilmaydi aziz qarindoshlar. Niyat va ixlos nihoyatda muhimdir. Mana shu ixlosdan so'raladi. Bandam, men sana mal dunyo bergan edim. Bu mal dunyoni nega sarflading? Nimaga sarflading? Qandaq yo'llarga sarflading deb so'raydi Alloh taolo. Mana bu sarflagan mal dunyo yaxshilik yo'llarga bo'lmay, yomonlik yo'llarga ketadigan bo'lsa, u insonning holiga voy bo'lsin aziz qarindoshlar. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilingan Hazrat Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Bandalar uchun har saharda 2 farishta tushidi. Har bir inson uchun har sahar tong atganda 2 farishta tushidi ekan aziz qarindoshlar. Biri farishtaning birisi mundaq deydi: "Ey Alloh, xayrlik ishlarga xarajat qilguvchining o'rnini to'ldirib bergin. Ey Rabbim, yaxshilik yo'llarga mal dunyosini sarflaydigan kishilarning mana shu mal dunyosini to'ldirib bergin.
deb duo qilar ekan farishta. Yana bir farishta aytadi ekanki, ey Allah, bexillikning melini yo'q qilib etgan. Sen mal dunyo berding, ammo bexillik qilib mal dunyosini Allah yo'liga sarflamagan mana bu kishining mal dunyosini yo'q qilib etgan, tarmar qilib etgan, kum talqal qilib etgan deb duo qilib turadi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun ana shu farishtalarningki duosining ichiga kirib qolishimiz uchun Allah bergan mal mulkni Allahning yo'lida sarflaydigan bo'lsak, Allah ana shu sarflagan mal dunyoning o'rnini to'ldirib berib turadi ekan. Ba'zi insonlarning nihoyatimi jiq puli bor, ammo jiq pul topadi kuniga masalan, ammo barakat degan narsa bo'lmaydi. Barakat degan narsa bo'lmaydi. Chunki farishta u insonningki nimasiga duo qilayotgan bo'ladi. Bexil bo'lganligi uchun Allah yo'liga sarflamay, najoiz yo'llarga sarflaganligi uchun Rabbim mana bu insonning mol mulkini yo'q qilib etgin deb duo qiladi. Shuning bilan ko'p pul tepayotgan bo'lsa ham u pulda hech qanday barakat bo'lmaydi. Hadis qudusidan berdi Allah Teala mundaq deydi. İnfiq yabna Adam yunfaq alayka dedim. Ey Adam balası, Allah yolunda xashligin sana mı beriladi? Sen Allah bergen mana shu mal dunyoni Allah yolunda sarfligin sana yana mal dünya beriladi deydi ekan. Bu hadis qudusi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, qo'limizdan kelgancha mal dunyoni qayraganda, cho'ng bo'lganda emas, fursat topganda, ehtiyoj topilganda, vaqt soati kelishi bilan berib turadigan bo'lsak, Allah bir tarafdan to'ldirib turadi ekan. Mana shunga iymonimiz mukammal bo'lmog'i lozim aziz qarindoshlar. Iymoni mukammal bo'lgan insonlar sadaqa ihsonni qo'rqmasdan qiladi. Iymoni ojiz kishilar sadaqa ihsonni qo'rqib turib, meni bersam pulim tugab ketib qolarmi? Meni bersam endi nima bo'lar deb qo'rqib turib qiladi. Sadaqa ihson qilish uchun ham insonning iymoni nihoyatimi kuchli, nihoyatimi baquvvat, mustahkam bo'lish kerak. Mustahkam bo'lmagan iymonda sadaqa ihson qila olmaydi aziz qarindoshlar. Kunlarning birida payg'ambar alayhisalomdan anna rajulan sa'ala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Kunlarning birida payg'ambar alayhisalomdan bir kishi ayyul islamu khayrun İslamda qaysi amal yaxshi ya Rasululloh? Nima amal qilsam bo'ladi? Qanday amal qilsam İslamda eng yaxshi amalni qilgan bo'laman ey Allohning payg'ambari deb so'radi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, tut'imut ta'ama va taqra'us salama ala man arafta va man lam ta'rif. Kambag'allarga tamoq bergin dedim. Yani açlarının qo'shqini to'yg'azgin dedi. Tonigan, tonimagan hamma insonlarga salom bersang, mana bu eng yaxshi savoblik ishlarning biridir deb javob berdi aziz qarindoshlar. Mana bu och qolgan insonlarning holidan xabar olib turadigan bo'lsak, buning savobi nihoyatimi cho'ngdir. Buningga yetadigan savoblar yo'q aziz qarindoshlar. Biz to'q xo'shnimiz och holatda kunni kech qiladigan bo'lsa, tong otadigan bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo u bandadan so'raydi ekanki, ey bandam, men och qoldim, sen menga tamoq bermeding deydi ekan. Ana shunda banda, ey Rabbim, sen olamlarning Rabbisi bo'lsang, men sana qanday qilib tamoq beraman? Deganda senin xo'shning palanchi och qilib kechini, tunlarni o'tkazgan edi. Sen to'q yotgan eding, uning holidan xabar olmagan eding. Ana shuning holidan xabar olganingda menga tamoq bergan bo'larding deydi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun izdab so'rab, mana shu yetimlarning holidan xabar oladigan,
salih, mo'min, muttaqi bandalardan bo'lmoqlikqa harakat qilmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislaridan birida yana mundoq dedi. Ibn Adam innaka in tabzulul fadla khayrul laka. Ey Adam bolasi, hojitingdan oshgan melingni xashlash sen uchun yaxshidir dedi. O'zimizga yetadigan narsa bu yoqda yenimizda bor. O'zimizga yetadigan narsadan ortiqcha ham mol mulkimiz bor. Ana shu ortiqchisini sarflasak Alloh yo'lida khayrul laka dedi. O'zing uchun yaxshidir, o'zing uchun xayrlikdir, o'zing uchun savoblikdir bu dedi Payg'ambar alayhisalom. Va in tumsikahu sharrul laka. O'zingdan eshib qolganni sadaqa ihson qilmasdan tutib qoladigan bo'lsang, bu sen uchun yomonlikdir deyapti. Kulfatdir, baloyi ofatdir bu dedi. O'zingga yetarligi bor. Uning sirtidan eshib qolgan mol mulkini yana miskinlarga bermasdan, kambag'allarga bermasdan tutib mol dunyoni to'playotdi. Bu narsa o inson uchun yomonlik ekan aziz qarindoshlar. Bundaq ishlardan Allohning o'zi asrasin. Va la tulamu ala kafafin dedi. Turmushingdan eshin olmasang malomat qilinmaysan dedi. Sadaqa ihson qilishga narsang yo'q. Yani narsalaring aran yetib turibdi bola chaqalaring bilan. U holda seni hech kim malomat qilmaydi. Nima uchun sadaqa ihson qilmading deb. Chunki yetkidek, qiyg'idek sadaqa ihsoning yo'qdi-da. Shuning uchun sana hech kim malomat qilmaydi dedi. Ammo ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, uni sadaqa ihson qilish kerak. Ortiqcha turib, uni tutib turishlik bu inson uchun gunoh hisoblanadi aziz qarindoshlar. Vabda biman ta'ul dedi. Yaxshilik qilishni yaqin kishilaringdan boshlag'in dedi. Sadaqa ihsonni oldi bilan o'zimizning yaqinlarimizdan, qavm qarindoshlarimizdan, do'stlar, birodarlarimizdan boshlashimiz kerak ekan aziz qarindoshlar. Bizning bir qarindoshimiz bor, o qarindoshimiz nihoyatda kambag'al, ammo men o qarindoshim bilan chiqisholmayman deb turib o qarindoshimning holidan xabar olmay, mana bu o'zimning hojatimdan oshqanini yot begonlarga berishim, mana bu qabul bo'lmaydigan sadaqalarning birisi aziz qarindoshlar. Aldi bilan mana bu sadaqani o'zimizning yaqin qavm qarindoshlarimizdan, do'stlar, birodarlarimizdan boshlashimiz lozim ekan. O'zimizning yaqin atrofimizda sadaqa ihsonga ehtiyoji bor kishilar yo'qmi? U holda jiroqdan boshlaymiz ekan. Bu nihoyatda muhim aziz qarindoshlar. O'zimizning atrofida kambag'allar turuqliq, bularni tashlab etib, yaxshi ko'rmaganligimiz uchun, chiqisholmaganligimiz uchun, bu uchun boshqalarga berish bu nihoyatda yaxshi amallardan emasdir. Aldi bilan o'zimizning yaqinlarimizning holidan xabar olamiz. Ularni undaqlar qolmaganda keyin uzoqlarga sadaqa ihsonni qiladi ekanmiz aziz qarindoshlar. Val yadul ulya khayrun min al yadis sufla dedi. Ustinki qo'l ostinki qo'ldan yaxshidir dedi. Ustinki qo'l yana sadaqa ihson beradigan qo'l. Sadaqa ihson oladigan qo'ldan yaxshidir. Yana sadaqa ihson og'ichlardan sadaqa ihson bagichilar yaxshi insonlardir dedi. Shuning uchun biz sadaqa ihson beradigan yaxshi insonlardan bo'lmoqlikni Alloh taoladan so'raydigan bo'lsak, albatta Alloh taolo sizni bizlarning mana bu arzu armonlarimizni, umidlarimizni, havaslarimizni ro'yobga chiqishiga albatta yordam beradi. Chunki tilaklarni so'raydigan zot faqat olamlarning parvardigori Alloh taolodir. Ey Robbimiz, bizga ham mol-mulk bergin, mol dunyo bergin. Bashartiki mana bu mol dunyoni sening yo'lingga sarflayoladigan bo'lsak ato qilgin. Bu mol dunyoning huddisidan chiqolmaydigan bo'lsak, ey Robbimiz,
bizga mana bundaq mol dunyoni ato etmagan. Mana shundaq normal holatda yashaganimiz uningdan ko'ra nihoyatda yaxshidir. Alloh taolo hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Mana bu Alloh taolo bergan rizqni Alloh yo'lida sarflaydigan solih muttaqi qullaridan qilmoqliklarini Alloh taolodan o'tinib so'raymiz. Keyingi darsimizgacha hammanglar aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.